Şimali tağ ormanı dem iliştin rahat iş olmaz ha? Aruyat, güzel aruyat. Oo, ne mi degen güzel, bek güzelken, bek güzelken. Aruyat, bek güzelken. O benim uyum deyman. Köp yol yürüdüm. Birinci kıldığa işim suğu çömülüş. Aruyat, bek güzel aruyat. Suğu çömülü olay. Suğu tezirek səhrək. Vaxtını çın tutay. Nemi degen sık, mən fakat çidiyamadım. Tezirek. Su nədir o? Ya degen şu yəgi baray. Çokum suğu çömülüşüm gerek. Kalampay ahmaq, tezirek bol. Tez. O zadi qandaq gel ot getdi. Bu yer qupquru durdu o, ha? Allah şakitçikler, ha? Oynab mı qanğansılar? Bu yağaç tosmunu elib etmisem, mening dam elişimə təsir qılıvatıdı, ha? Kelinglar. Onu tezroq elib etayli. Bo'ldi, qilinglar. Ay! Do'stlarim. Zadim nima qilinglar, ha? Naydi. Qiziq shundaqmi? O do'stini yana pozig'ini turdi. Ta'minlashimga taxliq qilishinglarga yo'l qo'yolmayman. Nima degan ashyo desizlar? Mening faqatli chidag'ichiligim qolmadi. Do'stini buzishga boshqa amalim bor. Ben her beşli başladım. Ben geldim dört kapak başla. Bana herkes mi dengilenmezsin ha? Yine taktım tak oldu. Ben endi qarab tursam bo'lmaydi. Ertuğrul şakitçiler, mening sizlarga ziyon sağım yo'q. Faqat birla amal qoldi. Haqiqiy ishni qilmasam bo'lmadi. Hayır hoş biraderler. Demek ki sizler bilen tanışıp ne yapacağız? Tağ buluqda yani çömüldüğüm buldum. Yeni neymiş oldu? Olduğu nersleri yep gitti. Əmisi boptu. Yine başka çağrılarını sınap bakaylı. Tanada ditata, tanada ditata. Tanada ditata, tanada ditata. Bunun sesini işledim. İhtiyat kılınlar, benim öyüm. Sizler zaten neyimi qilmoqchi, ha? Yilg'iz yazam ola! Tez qaytib kelgin, mening uyim! Ularga tankilanganken ular bilan birga o'ynay. Kelinglar shakitchilar, kim avval qirg'oqqa yuzib boradi ekan? Poppy, yeni hikoye aytib bering. Bo'ladi, dendo.
Sizga uyimizdagilarning suratini ko'rsatay. Ondan buvingizning hikoyasini so'zlab beray. U chaqda u karvon atritining boshlig'i edi. Men texi uni paraxut boshlig'imikin debdiman. Buvingizmi shundoq o'ylabdi-kan. U suv kalasini dengiz kalasi deb qopdi-kan. Menmi shu? Uning maqsadi Kaliforniyaga berish edi. Qani matroslar, yelkenni chiqaringlar, mashtini esib langarni tashlanglar, chapsan bo'linglar. U karvon atritini boshlab g'arbga ilgirlagan tunji odam. Bepoyon ketgan tuzlanglikda qushqondek mengibdi. Ular Pensilvaniyadan o'tib Ohioga kelganda avargarchilikka uchrabdi. Clevelanddagi indiyalar bilan urush qilmoqchi bo'ldi. Ularni eziqtirayli, ularni kuzatayli, ularni to'sayli, ular bilan urushayli. Indiyalarning boshlig'i signal beribdi. Ularni yayloqdan qo'g'lab chiqarayli. Karvonni bexatar o'tkazish uchun Marsning qo'rshovini bekitibdi. Ularni qorshab qayta hujumga o'tayli. Karvon atriti Ohiodan o'ngishliq o'tibdi. Illinoisga kelganda u joyning havosi nihoyatda yaxshi ekan. Chikagodagi qorong'i o'rmonlikda odamlar qolmagan ekan. Bo'ldi. Odatda buvingizning tali doim o'ndan keladi. Biroq karvon atriti qattiq yomg'irda kontrolini yo'qotib, buvingizni tashlab ketdi. Bu xuddi to'pning qaytishiga o'xshaydi ekan. Buvingiz qo'g'layda turganda indiyalarning signalini ko'rib qopti. U nenoslarcha qahramonga yo'l qildi. Ularni mag'lub qilayli. Ularni mag'lub qilayli. Bu qilar qo'qqindan chiqib ketibdi. Ularni tutayli. Ularni chekindirayli. Mag'lub qilayli. Qaraganda buvingiz yengildigan o'xshaydi. U yelkanni chiqarib shamolning yordamida bexatar joyga berib olsa bo'lmadi. Nima degan qiziqarli. Eliq palvonlar yana qaytib kelib o'q etibdi. Bu chaqda buvingiz hayratga kelib, qarshi tarafni xuddi daraxtni yiqitgandek yiqitibdi. U chaqdakmi xatarli edi. U uyga bexatar qaytib ketdi. Keyin o'tloqda shamol to'xtabdi. Eliq palvonlarmi tezlik qaytib ketibdi. Faqat buvingiz o'tloqda tush ko'rishni boshlabdi. Bu qandoq bo'lg'ini? Ish tush ko'rishdan boshlanibdi. U Kaliforniyaga borib tush ko'ribdi. Acha! 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 U oxiri Kaliforniyaga yetib beribdi. Acha! Cho'nqaroqlikni kesib ketish rekordini yaratdimi? Shunda u tush ko'rgunicha Tinch okeandan o'tib Jungoga ketdi. Jungoda bir mezgil turib qopdi. O'zlari Hamburg polkisining yurtidan kelgan o'xshamamdilar. Shundoq apandi, bu yelkanli kema dengiz okeandan o'tib qirg'oqqa boralabdi. Amerikalik apandi, yelkanli kemaning bugun portga kirganligini ko'rib, intayin xushal bo'ldim. Shuning bilan buvingiz Jungoda yelkanli kema savdosini qildi. Faqat eng dastlabki yelkanli kemalarning roli bor edi. O bo'lsa-mu buvingizning Amerikadagi quroli Atarosi. Nima degan jiq yelkanli kema bu? Fransiyadagi Alps tegini sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Bu yer bek ekan. Shundaqmi? Amsa anglang, men Poppy, matros.
ahırgıcı ilişimen. Çünkü mende yaydıganğa palak ba. Çüp qarab baqamdıq. Çаңғы telayli bolamdı. Ino terisini tikilgen çıraylık paltoyum bilen çаңgı teylamdın. Yoq, siz bering, men bu yerden hänzirlen tamaş qılay. Maqul mu? Degininiz orulluq. Biz mаңdıq. Xoş. Xeyri xoş. Yaxşı oynala. Vaycan, mening paltoyum. Mening ino terisini tikilgen çıraylık paltoyum yo'qdir da. Endi qanday qilaman? Onun adivini rasa bir bämisem. Ey o'g'ri, onu tutib oldim. Endi qochamaysan. O o'g'ri hechamish oldim. Eliver. Biz qaytib keldik. Eliver. Qadrligim, siz nerede? Qaraganda bu yerda bir mayda urush bo'lgani o'xshaydi. Onu izlab baqayli. To'g'ri, onu izlab baqayli. Paltoyimni topmasam bo'lmaydi. Vaycan. Nima degan sovuq? Nima degan sovuq? Men paltoyimni topmasam bo'lmaydi. Kim o? Qani kirgin. Eliver mush yerda bo'lishi mumkin. Kim o? Bardosh bering dendi. Sizni hozirlik qutqizib chiqaman, ha? Qanday xo'p ketdi bu? Siz nimishqa to'g'nab qoldingiz, ha? Voy, beshim og'rib ketyapti. Hey, sen zodi kim? Men qara odam. O ayolning paltosi mana bu yerda. Eliverning paltosini qaytirib-da. Bilmayman. Ömrümde tunji qatim illiq turmush kechirishim. Voy jon, to'g'nab ketdim. Ularni to'g'nab ketdi. Qish ketib bahor kelay dedi. Agar to'g'lagan bo'lsang, o't yiqib isinsang bo'lmamdi. Efendim, eğer men ot kalırsam, sıxlıq ögüzni erti ötüdü. Erigen musiyi otnu öçürdü. Andın men zukam bop düşkürümen. Yani gelip kar köçüp meni kömüydüdü. Bahar gelgende eksad alırım, apet peyda kılıdı. Tağ çoqsidiki əks-sadani mən çıxadım deməkçima? Şundaq. O, yaxşımısınız? Bugünkü əks-sada. Mən Poppy matros. Mən muşunuğa tayınıb can baxı mən bildiniz mi? Vay can, sən zaten demiş qovatsan, hə? Xatırca bulun efendi. Sizni to'xtatib qo'yay. 4 aydan keyin bahar keladi. Qandaq bo'lamdi? Yo'q, to'xta. Mening faqat 2 haftalikli dam olishim bor. Yo'q, to'xtab tur. Meni qutqizib ol. Jinim ishdim. To'xtab tur. Rahmet sana qadrlik ishdim. O ayad ekan. O aciz bir qizning paltosini o'g'irlab ketdi. O o'g'ri. Yig'lama. Nimishimiz topdi. Men yana iliqlikqa erishamaydigan bo'ldim. Siz ahiri iliqlikqa erishdingiz. Palakni tezroq yeng. Men bo'lsam kuchtingir matros Poppy. Poppy, menga hikoya aytib bering. Sizning hikoyangizni olg'im kelyapti. Chataq yo'q. Men sizga yeshil usul oyig'ining hikoyasini aytib beray, ha? Burunqi zamonda o'rmonlikda bir go'zal qiz bor ekan.
o qiz usul o'ynashni bek yaxshi ko'rdi ekan. Qarang-a, qarang. O'ynagan usulimga qarang-a. Qarang, o'ynagan usulimga. Mushunda o'ynamda. To'g'ri, o qiz kelishgan matrosni do'st tutib, doim sovg'a berdi ekan. Putingizni harakatlantiring. Men bilan birga usul o'ynang. Men bilan birga usul o'ynang. Mana mushunda. Sizga sovg'a yeb keldim, Eliver. Menga sovg'a keldingizmi? Menga oyoq kerak. Sizga eng oxirgi bir quta palak konservasini og'ash keldim. Rahmat. Keling-a, birga usul o'ynaylik. Tez keling-a, o'ynaylik. Pulimning hammasini sovg'a ilishga ishlatibsam bo'lmaydi, Eliver. Bo'pti, paqsaq. Amsa, o'zim o'ynay. Xo'sh. O palak konservasini qo'ng'ish surishim kerak. To'zaq qurib matrosni tutib, uni dengiz qiraqchisi qilay. Qarag'anda arzuyim amalga oshadigan o'xshaydi. Pek yaxshi bo'ldi. Usulni kenpay o'ynaydigan bo'ldim. Pek yaxshi bo'ldi. Sevinligim yaxshimisiz? O suratdagi nima? O yeni shu sehrgarlik buyumlarimi? Shundaq, sizning yo'g'on putlaringizga tayyorlagan yeshil usul oyig'i. Bu oyoqni o palak konservasiga tegizsak, qandaq deysiz? Pek yaxshi bo'ldi. Bu eng oxirgi bir qut palak konservarim. Usul oyog'ini menga bering. Qani eling sevimligim. Men usul oyog'i kiyishni pek yaxshi ko'raman. Qani o'ynang. Oynang yeshil usul oyog'i. Tez oynang. Bo'ldi degicha. Taki matrosni tutqichi oynang. Qarang usulimga. Kechgacha o'ynaydigan bo'ldim. Eliver. Romantik ishlarning bo'lishi bilan karim nima? To'xtamay o'ynayman. O'gizdan tez shu, Eliver. Meni o'yinga qo'ying-a. Bundoq so'zbek xatarlik. Xo'sh, to'xti. Suyimligim kasal bo'lib qoldimi nima? Qarang-a, chiroyli o'ynab ekanman. Daraxtni ektar qilar suyimligim. To'xtamayapman, voyjon. To'xta deyman. To'xta. Endi o matrosni tutadigan vaqt bo'ldi. Voyjon, palak qo'misi uni to'siyolmayman. Palakni ketgandi. Palakni topdim. Aka, bu degan meni palaki. Aka, meniki. Tez to'xta deyman. To'xta. Jingoga qarab atlandim. Aka. O asabiy qiz to'xtamasdan usul o'ynayotdi. Men keldim, Eliver. Ular menga qaytib kelmaydi. Bo'ldi, qadrligim, endi o'ynama. Jon, to'xtamisan. Oyog'ingizni silib eting. Saqil bo'lmaydi ekan, salammidim. Elim yaxshi palakni yeyaptikanman. Bu matrosning advini beğenmesem, o menga qaytib kelmaydi. Voyjon, to'xta! Oyog'ini kesdilar! To'xta! Voyjon, to'xta! To'xta, qizim! Sevimligim meni tortib oldi. Endi kunda usul o'ynamasam bo'ladi. Mening muhabbatlashgim kelyapti.
Bu hikayem kandagarakcan, ha?